Instagramda chumchum shashlik qilish bilan mashhur bo'lib ketgan Diydor choyxonaga kelganmiz. Sababini bilasizlar, sotilayotgan ekan. Ko'rib turinglar, qiziq bo'ladi. Tayyor biznes sotilyapti. Choyxonamizning fasad qismi 22 metr ekan. Umumiy maydoni 10 sotik. Joylashgan joyini tushuntiradigan bo'lsam, Yangiyo'l sentri, ikkinchi maktabcha hamma biladi. Yo'l qatnov qismida juda ham ko'p mashina o'tar ekan. Bu yoq taraf bo'lsa, Yangiyo'lda eski GAI posti bo'lardi. Kirpichli sentr deb aytilar ekan. Bu hamma yaxshi bilar ekan shunaqa desa. Bu yoqda gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q. Yana kanalizatsiya ham bor ekan. Choyxonamizdan tashqarisiga 10-15 ta mashina bemalol sig'ar ekan. O'sha mashhur chumchum shashida shu qo'rida pishirilgan. Hozir ichkarini ko'ramiz. 10 sotulik joyimizda ichkarida ofis qilingan ekan, bitta katta zali bor. Choyxonalarimizga bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, общий 8 ta, 4 tasi tayyor holatda barcha anjomlari bilan sotilyapti. Hozir hamma joyi bitta-bitta ko'rib chiqamiz. Bu yerda shashlikxonaga alohida, somsaga alohida xona, общий oshxonasi joylashgan. Xonalarning hammasi remontlari tayyor ekan, ko'rsanglar bo'ladi, televizor, lyustra, hamma narsasi qoladi. Tayyor biznes. Bu yoqda 4 tasi chornoy отделкалар hammasi qilingan, beloy отделкаga tayyorlab qo'yishgan ekan. Bu общий zali ekan. Bu yoqqa kelib ovqatlardan bemalol tanovul qilsanglar bo'ladi, tayyor holatda. Oshxonadagi barcha jihozlar ham qolar ekan, ko'ryapsizlar. Juda ham chiroyli holatdagi oshxonamizda samovar, gaz plita deysizlarmi? Bu yoqda mana 6 ta qozon, 7 ta qozon, xolodilnik hamma narsa qolar ekan. Qiziq bo'lsa bizga aloqaga chiqaverasizlar. Bu kafe choyxonamizning narxi qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar, bemalol baraka qilsanglar bo'ladi. Kim shunaqa biznes qidirayotgan bo'lsa, shunaqa tanishlarga jo'natib yuboringlar, sog' bo'linglar.